Valkiriya loyihasi bo'yicha Gitlerga suiqasd uyushtiriladi. Ba'zi birovlarga o'xshab men deydi Gitlerga qo'l bermaganman deydi. Bu mer sifatida buyruq chiqaradi. Hamma natsistlarning bayroqlari yig'ishtirib tashlansin. Gitler samolyotda kelgan aeroportga o'zi kutib olishga chiqmaydi. Mana shu oq va qora bo'lmaydi tarix. Tarix bu tarix, u rang-barang. Qanday bo'lgan bo'lsa shunday qabul qilishimiz kerak. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugundan biz insoniyat tarixidagi eng muhim shaxslarni, ular qoldirib ketgan ilmiy, adabiy, siyosiy meroslarni tahlil qilishni boshlayapmiz. Bu videolar davomli bo'ladi va bu Shuhrat aka insoniyat tarixidagi fanga, siyosatga, harbiy san'atga, umuman insoniyat tarixiga eng muhim iz qoldirgan shaxslarni tahlil qilamiz. Assalomu alaykum. Shuhrat aka. Bugungi tanlagan shaxsimiz ham shunday bir fenomenki, Shuhrat aka, bu iqtisodiyot fani deysizmi, siyosatshunoslik fani deysizmi, xalqaro munosabatlar sohasi deysizmi? Qo'yingki, barcha sohalarda fenomen shaxs. Buni tahlil qilsak, mavzular tugamaydi. Tarixni aytmasak bo'ladi. Ixtiyor aka, to'g'rimi? Demak, bugungi mavzuyimiz Konrad Adenauer haqida bo'ladi. Ya'ni bu Germaniya kansleri o'sha 2-jahon urushidan keyin kulpa-yakun qilingan Germaniyada nemis iqtisodiy mo'jizasini amalga oshirgan shaxs. Buni tahlil qilishimiz kerak menimcha. Keling, Ixtiyor aka, dastlab bu kishining, ya'ni bu siyosatchining bolaligi, ta'limi va umuman yoshligi haqida to'xtalsak. Assalomu alaykum. Albatta dastlab Adenauerni shaxsiga yana bitta nima tashlab o'taylik nazar. Shuhrat aka, men bu meni o'zim fikrim albatta. Konrad Adenauerni nafaqat Germaniyada, balki Yevropa va jahon tarixidagi eng buyuk bir islohotchi, bir buyuk rahbar sifatida bemalol ayta olaman. Bu shunday, muqarrar shunday. Konrad Adenauer mana bizda ko'pchilik bitta noto'g'ri fikr shakllangan. Endi men ularni nima qilmoqchi emasman, tanqid qilmoqchi emasman. Go'yoki Gitler va natsistlar Germaniyani yuksaltirdi degan bir ahmoqona tushuncha borda. Aslida Germaniyani go'rga tiqqan Gitler va natsistlar bo'ladi. Germaniyani kunpa-yakun qilgan, o'sha 45-yilda Germaniyani o'shanday dahshatli ahvolga olib kelgan bu Gitler va natsistlar. Adenauer bo'lsa Germaniyani qisqa muddatda yana super bir mamlakatga aylantirgan buyuk shaxs. Haqiqatan iqtisodiy, siyosiy jihatdan qudratli mamlakatlar qatoriga qaytargan shaxs bu tabiiyki Konrad Adenauer. Konrad Adenauer to'liq ismi Konrad German Josef Adenauer 1876-yili 5-yanvar kuni Germaniyaning Shimoliy Reyn-Vestfaliya yerida, ya'ni Kölnda tug'ilgan. O'zi ya'ni ona yurti Köln albatta. Otasi Johann Konrad Adenauer, bu otasi haqida ham juda ajoyib voqealar bo'lgan ekan Shuhrat aka. O'zi nonvoyni nevarasida. Adenauer nonvoyni nevarasi, mehnatkashlik bularni o'sha endi nemis xalqi juda ham mehnatkash xalqku. Bobosi o'zi juda mehnatkash odam bo'lgan. Otasi ham mana 18 yoshida o'sha ko'ngilli bo'lib bu Prussiya, mana bu Bismarck haqida ko'rsatuvlarda aytib o'tgandek, Prussiya va Avstriya o'rtasidagi Avstriya-Vengriya imperiyasi o'rtasidagi urushda buning ya'ni otasi ko'ngilli bo'lib urushga ketadi. 15 yil o'sha armiyada xizmat qilgan, janglarda og'ir yaralangan, faxriy bir nafaqaga chiqqan odam otasi. Keyinchalik sudyaga o'sha yordamchi sifatida, sudda xodim sifatida ishlagan. Onasi ham masalan o'sha Helena Scharfenberg ismli o'sha ayol, bu kishining onalari bo'ladi, Adenauerni. Asli buni bobolari ona tarafdan bankirlar bo'lgan. Xullas, menimcha o'sha nima tog'alaridan ham, o'sha bobosidan ham o'tgan bo'lsa kerak, o'sha punkt boyaga iqtisodiy bilimlar menimcha. Konrad o'sha yoshligidan mana bu kishi Shuhrat aka o'zingiz yaxshi bilasiz, Xristian demokratlar ittifoqiga
ya'ni xristian demokratlar o'sha partiyasi bor Germaniyadagi. HDS eng yirik o'sha partiyalardan biri. Mana shu partiyaga asos solgan odamlardan biri aynan Konrad Adenauer bo'ladi. Yoshligidan diniy ilm bu kishiga o'sha menimcha baribir shu diniy ilm bilan shakllanganligi ham keyinchalik ta'sir qilgan bo'lsa kerak. Ya'ni 1885-yilda, ya'ni 9 yoshli Konradni Kölndagi Aziz Avliyolar gimnaziyasiga o'qishga beradilar va o'sha yerda diniy ta'lim olgan, diniy ta'lim. Keyinchalik 1894-yilda Bonn universitetida tahsil oladi, Bonn universitetida. Albatta puli bular nochor davrlar, o'sha otasi ham unaqa katta pul topmagan. Shuning uchun 5 yillik o'qishni 2,5 yilda o'qib tugatadi Konrad. Juda ham o'sha nima deydi, intiluvchan, o'qimish, ya'ni o'qishga bo'lgan qiziqishi haddan tashqari boyagi mehnatkashligi natijasida mana shu Bonn universitetini 2,5 yil davomida o'qib bitirgan. Mana talabalik davrlarida suratlari bor. Bu Konrad shu yosh bo'lishiga qaramasdan baribir o'sha siyosiy, ya'ni hayotga qadam qo'ydi, ya'ni siyosatga kirdi. 1906-yilda o'sha paytda Germaniyada Markaz partiyasi degan partiyaga bu a'zo bo'lib kiradi va to 1933-yilgacha o'sha natsistlar hokimiyat tepasiga kelgan. Chunki natsistlar kelgandan keyin bitta partiyaviylik bo'ldi-ku, diktatura o'rnatilguncha Markaz partiyasida bu kishi o'sha a'zo bo'ladi. Va haqiqatan mana uning karyerasi o'sha muttasil ko'tarilib borgan. Masalan 1920-yildan 1932-yilgacha Prussiya davlat kengashi raisi bo'lgan, parlament o'sha, ya'ni u paytda har bir yerni o'zini parlamenti bo'lgan. Hozir ham shunday, umumiy federal parlament bitta, lekin har bir yerni o'zini parlamenti bor. Ana shu Reyn-Vestfaliya parlamentida ham, Prussiya davlat kengashida ham rais bo'lganlar. Va eng qizig'i 1917-yilda Köln shahrini burgomistri, ya'ni Köln shahrining hokimiga aylanadi. Va o'sha Köln, ya'ni Köln tarixidagi eng yosh burgomistr sifatida o'sha tarixga kirgan. 41 yoshida Kölnga burgomistr bo'ladi. Rahmat Ixtiyor aka. Shuhrat aka, keling, endi baribir bu endi iqtisodchi, umuman olganda siyosatchini boshqacha bir siyosiy tizimga tushib qoldi. Ya'ni natsistlar davridagi buning faoliyati qanday edi? Bu qanday qarashlarga ega edi o'sha paytda? Yo, hozir mana shu savolingizga javob berishdan oldin shu Ixtiyorni fikrlariga bir ozgina qo'shimcha bor. Endi biz mana shu Birinchi jahon urushi bilan Ikkinchi jahon urushi o'rtasidagi Germaniyaning qanday davlat bo'lganligini bir tomoshabinlarimizga eslatib qo'yishimiz kerak. Gap Weimar Respublikasi haqida ketyapti. Shu Weimar Respublikasi tuzilgandan keyin uning shu muttasil doimiy prezidenti Hindenburg, bu odam sobiq general, Birinchi jahon urushida u oliy bosh qo'mondon bo'lgan. Mana shu Hindenburg tuzgan respublika va mana shu markazchi partiya rahbari ham o'zi bo'lgan. Shu qahramonimiz Adenauer o'zi shu katta bo'lgan shaharda haqiqatan ham merlik saylovlarda merlikni yutib oladi, chunki u saylov orqali nimaga hokimiyatga kelish mexanizmi bo'lgan. Mana shu Weimar Respublikasi davrida Germaniyaning ahvoli qanday edi? Germaniyada dastlab shu talato'plik davri, revanshizm, bir tomondan mana bu ortodoksal kommunistlar, Telminchilar, Ernst Telminchilar, ikkinchi tomondan ishchi natsional sotsialistlar partiyasi, boshqacha aytganda Adolf Hitler partiyasi, yana bir tomonda liberallar, bir tomonda mana shu biz aytgan hozirgi markazchilar va mana shu Germaniya o'zining tajribasida hali bir muqim demokratik modelda yashab ko'rmagan edi. Shu paytgacha Germaniya shu Bismarck Germaniyasi, Bismarck Germaniyani birlashtirib ketgandan keyin endi Kaiser Germaniyasi desak to'g'riroq bo'ladi. Kaiser Germaniyasida bu salkam absolutizm, Wilhelm Kaiser, demak, o'sha Prussiyaning quroli hamma Germaniyaning davlatlarini Prussiya atrofida birlashtirdi.
avtoritar davlat, avtoritet bor, mana William Kaiser, demokratiya hamin qadar shu Birinchi jahon urushining yakuniga ko'ra, demak, birdaniga nemis xalqiga erkin fikrlash huquqi berildi. Mana masalan Fransiya bilan yoki Britaniya bilan taqqoslaydigan bo'lsak, Fransiyada demokratik traditsiyalar, 100 yillik demokratik traditsiyalar bor. 100 yillarlab mana shu birinchi Fransuz revolyutsiyasi 1789-yilda boshlangan bo'lsa, shu bizlarga aytadigan mashhur buyuk Fransuz revolyutsiyasi. Yoki Britaniyani oladigan bo'lsak, parlament respublikasi, u yerda ham shu shakllangan demokratik prinsiplar bor, demokratik institutlar bor. Bu yerda birdaniga Weimar respublikasiga mana shunaqangi haligi liberal demokratiya bo'lding degan bir nima paydo bo'ldi va boshbo'ldoqlik boshlandi. Bu hamma ko'rpani o'zini tomoniga torta boshladi. Xalq ham o'zi, nemis xalqi ham tayyormidi shu demokratiyaga? O'zi mana Adolf Gitler hokimiyatga haqiqiy demokratik saylovlar orqali keldi-ku. Bir davlat to'ntarilish qilgani yo'q. Nemis xalqi uni sayladi. Nima uchun? Nima uchun sayladi? Chunki u populistik g'oyalarni bilan sug'ordi nemis xalqini. Ongini zaharladi. Biz dedi mana gullatib yashnatib yuboramiz. Biz haligi Germaniyani dunyodagi eng boy va eng ilg'or davlat qilamiz. Hammaga ish beramiz. Hamma boyib ketadi degan o'ta o'ng populistik g'oyalar bilan mana hokimiyatga keldi. Mana shunday davrda Konrad Adenauer shu markazchilar partiyasi safida u na radikal kommunistlarga qo'shilgan, na mana shu natsistlar partiyasiga qo'shilgan, na mana bu o'shaligi demokratiyalardan andaza olingan, liberal demokratiyalardan andaza olingan partiyalarga qo'shilgan. U bu odam o'sha paytda ham bilganki, Germaniya uchun radikal fikrlar, radikal g'oyalar u qanday bo'lishidan qat'iy nazar, so'l radikal fikrlarmi, o'ng radikal fikrlar va g'oyalarmi halokatli. U bu narsani ayni Weimar respublikasi davridayoq tushungan. Va har doim u qanotga qarshi ham, bu qanotga qarshi ham kurashib keldi. Ya'ni mana shu nasional sotsializmga qarshi ham kurashib keldi va haligi qizil kommunistik imperiyaga qarshi ham kurashib keldi. Chunki bu odam juda bir ma'lumotli, dono inson edi. Har ikkala mana shu g'oyalar Germaniyani halokatga yetaklashini juda yaxshi bilar edi. Mana sizni savolingizga javobga o'tadigan bo'lsak, juda qiziq faktlar bor. Mana hozir ixtiyor aytdiki, Köln shahrining meri bo'ldi 40 yoshida, shunday. Va u mer bo'lib turgan payti nasional sotsialistlar, ya'ni Gitler partiyasi 33-yili hokimiyatga keladi va Gitler kansler deb e'lon qilinadi. Birinchi qilgan ishlardan biri Köln shahriga Gitler tashrif bilan keladi, o'zining partiyadoshlari bilan sez o'tkazishga keladi. Köln shahrida katta bir forum o'tkazamiz deydi. Sotsial demokratlar nasional sotsialistlar partiyasining nimalari, endi ular juda kinolardan ham ko'ramiz, ixtiyor bezash, tuzash ishlarini nimalar natsistlar juda zo'r qilgan, hamma joylarga bayroqlar ilingan. Nurembergdagi katta forumlari. U bunaqangi nimalar berishni, joziba berishni, chiroyli formalarda nima yaltiragan xromli etiklar, bayroqlar, ular juda bu narsalarga bir juda ahamiyat beradi. Chunki o'sha payti yoshlarni tortishning bir usullaridan biri, Mana shunday kelishgan yigitlar, chiroyli kiyimlar kiygan, haligi bir noan'anaviy nimalar, belgilar va hokazo. Hatto eng qiziq bir temadan tashqari bo'lsa ham bir eslatib qo'ymoqchiman. Tarixda juda qiziq voqealar bo'lganda, mana Nuremberg protsessi urush tugagandan keyin Nuremberg protsessi ketyapti. Birinchi bo'lib endi ayblanuvchilardan fikr eshitaylik, German Gering gapirsin deb prokuror sud German Geringga so'z bergan payti, German Geringning birinchi so'zida turib aytgan gaplari.
sizlar hattoki mana shu sud protsessini ham o'ta no'noq tashkillashtiribsizlar. Mana bu qaranglar, bayroqlarni ham bilib qo'yish eslaringga kelmabdi. Mana bu bir jozibadorlik yo'q, bir tashkilotchilik yo'q. Biz nemislar bunaqangi proseslarni sizlarga qaraganda 10 barobar chiroyli tashkillashtirgan bo'lardik. Qo'llaringdan hech narsa kelmaydi deb aytgan. German Gering o'tirib, bunday kirib qarab, u sud qilyapti. Va sudning yakuniga ko'ra u biladi uni o'limga hukm qilinishini, Lekin shunga qaramasdan u juda tili o'tkir odam bo'lgan German Geringning. Hurmattalab. Shunaqangi nima qilgan. Endi nemislarning, ayniqsa nasional-sotsialistlarning mana shunaqa bayram tadbirlarini, syezdlarni, partiya yig'inlarini o'tkazishda juda ustasi farang bo'lgan. Hamma joyga ular Gitlerning kelishiga o'sha natsistlarning bayroqlarini tiqib chiqadi. Shu yerda qiziq narsa bo'lgan. Konrad Adenauer, mana shu inson, buyuk inson, u hokimiyat, markaziy hokimiyat, Gitler hokimiyatini egalladi. Gitler Germaniyaning kansleri. Bu mer sifatida buyruq chiqaradi. Hamma natsistlarning bayroqlari yig'ishtirib tashlansin. O'rniga deydi, bizning Ko'ln shahrining bayrog'ini tikib chiqinglar deydi, hamma joyga deydi. Va o'zi chiqmaydi kutib olishga. Va eng qizig'i, Gitler samolyotda kelgan, aeroportga o'zi kutib olishga chiqmaydi. Mana qanday bu odam bir aqlli, uddaburon va shu bilan birga juda kuchli mustahkam prinsipga ega bo'lgan odam bo'lganda, Gitlerni kutib olishga chiqmagan. Albatta, bu juda qimmatga tushdi, ixtiyor esingizda bo'lsa. Albatta, keyin Gestapo nazoratiga tushdi. Gitler buni jinoiy ish ochtirdi, kelib ketgandan keyin albatta unga doklad qilingan. Mana mer nimaga men kutib olishga chiqmadi deb savol bergan. Mer vaqti yo'q ekan, siz kutib olishga deb aytilgan. U aytgan, vaqtim yo'q men deb aytgan, ochiqchasiga. Butun o'sha paytdagi Germaniya gazetalari Adenauerning Gitlerni kutib olishga vaqti yo'q ekan deb yozib chiqqan. Mana shunaqa. Hamma Gitlerdan qaltirab turgan paytda bu odam birinchi qarshi ko'rsatdi. Favqulodda inson bo'lgan bu odam. Endi ustoz buni xalq saylaganda, Gitler tayinlamaganda. Shunga qaramasdan prinsipiallik degan narsa bor-ku, bu prinsipiallikni demak shu qilish uchun insonda jasorat kerak, har doim. Natsistlar o'sha paytda qancha muxoliflarni o'ldirib yuborayotgan paytlar. Boshlangan edi. Terror boshlangan edi va bu odam qo'rqmadi o'sha. Shu qo'rqma to'g'ri. 34-yili jinoiy ish ochildi bu odamga nisbatan, bu mahkamaga tortildi, ishdan ketdi, lekin o'zining sig'ingan g'oyalaridan, o'zi to'g'ri deb hisoblagan g'oyalardan voz kechmadi. Bu odamga nisbatan demak buni pensiyaga chiqarib yuborishdi, qamamadi. Hatto Gitlerday bir shunaqangi shaxs ham shu odamni qamashga jur'at etmagan. Chunki nemis xalqining katta qismi bu odamni sevar edi. Avtoritet baland edi shunaqa. Shuhrat aka, hatto o'sha Gitlerning eng yaqin safdoshlaridan biri Albert Speer, mana German natsistlar arxitektori deydi. Speerni yozishicha Gitler Adenauerdan hayratlangan. Hatto Gitler ham bu odamdan hayratlangan. Mana bu juda ham kuchli shaxsligidan. Haligi Ko'linda bu o'sha 1917-yilda o'sha Birinchi jahon urushi asorati Britaniya o'sha okkupatsiya qilgan paytlar Ko'linda o'sha Germaniyada ocharchilik vaziyati edi-ku, ocharchilik ostonasida edi. O'sha paytda Ko'linni iqtisodiy jihatdan boyagi nimadan muammolardan olib chiqib keta olgan. Sigirlar boqtirgan. Juda qiziq bir bu odam ekstraordinar qarorlar qabul qila olgan. Shunda ekstraordinar qarorlardan biri Birinchi jahon urushida Ko'lnning meri mana ixtirozi ta'kidladi, hamma nemis shaharlarida ocharchilik. Chunki kontinental blokada Britaniya, Fransiya Germaniyani kontinental blokada o'rab olgan, hamma tomondan hech qayerdan bug'doy yo'q, boshaqdon yo'q, oziq-ovqat yo'q. Qattiq xalq uchun juda qahatchilik davrlari, bir-biridan non topish ehtimolligi juda qiyin bo'lgan. Mana shu katta shaharlarda nemislar hamma kalamushlarni ushlab yeb qo'ygan o'sha paytda. Shunda bu odam biz aytgan shu haligi favqulodda qarorlar qabul qilish nimasi bo'lganda bu odam Shvetsariyadan nimalar sotib oladi.
ferma sotib oladi, bo'rdoqchilik fermalari sotib oladi. Sigirlar. Bo'rdoqchi emas, sut beruvchi Sigirlar. sotib oladi fermalarni. U qayerga joylashtiramiz? Shaharda joy yo'q-ku desa, shaharda undan ortiq park bo'lgan hamma parklarni molxona qilamiz degan. Va qilgan. Yo'q, bu juda ajoyib yechim edi-da. Ha, ajoyib yechim. Ana shu ko'plar tanqid qilgan buni, ahmoqsan, mana rasvo qilding shaharni degan, lekin u mana shu eng avvalo aholining eng ojiz qatlamlarini ochishdan saqlab qoldi. Yosh bolalarni, emizakli bolalarni hammasiga mana shu o'ndan ortiq fermalardan sut va sut mahsulotlarini berib, o'sha payt birinchi jahon urushidayoq mana shunaqangi bir favqulodda qarorlar qabul qila oladigan inson edi. Yaxshi hokim bo'lgan ekanda. Shunday, yaxshi hokim bo'lgan. Rahmat. Bugungi mavzuyimiz Konrad Adenauer haqida bo'lgani uchun Gitler mavzusi, Ikkinchi jahon urushi mavzusini tashlab ketamiz. Ikkinchi jahon urushida bu kishining umuman aybi yo'q edi. O'zi yana bitta qo'shimcha aytib o'tib ketay, agar Suhrob ruxsat bersangiz. Ana bu Germaniyada avtobanlar bor, eng zo'r yo'llar Shuhrat aka. Ko'pchilik mana tarixni uncha yaxshi bilmaydiganlar uni Gitlerni bir loyihasi deb o'ylaydi. Aslida bu Adenauerning loyihasi. Aslida Adenauer bu birinchi mana shu loyihani bergan. Juda qiziq nimada voqelik yuz bergan. Endi Germaniya tarixida buni nemislar o'zlari juda yaxshi biladi. Nemislar markazchi partiyani, endi bu markazchi partiya edi-ku, ular hokimiyatda bo'lgan payti bizga nima kerak va pulni sarflab yo'llarga, avtobanlarga, avtomobillar kam bo'lsa, o'sha paytda 30-yillarda avtomobillar unaqa ko'p emas edi, hatto boylar mingan. Hatto Germaniyalarda ham ko'p emas edi, temir yo'llar bor-ku, shahar bilan shaharni bog'laydigan. Bular mana byudjetni sovurish bilan shug'ullanyapti. Keraksiz haligi yo'l qurilishi bilan shug'ullanyapti, avtoban quryapti. Qancha pul ketdi. Mana bu shahardan o shaharga qatnasa, xo'p, bir haftada 50 ta mashina uchun shuncha pulni sarflash kerakmi? Mana bir haftada bitta shahardan ikkinchi shaharga boring 50 ta bo'lsa 500 ta mashina yursin. Shu 500 ta mashinani shu shahardan shu shaharga kelish uchun shuncha pulni sarflash kerakmi deb o'zi natsistlar partiyasi Gitler boshchiligida hali hokimiyatga kelmasdan oldin bularni har doim tanqid qilgan. Keyin hokimiyatga kelib olgandan keyin buni ular o'zlariga o'zlashtirib oldi. Bu Gitler qildi deb o'zlashtirib oldi va go'yoki keyin hali uni boshqalar ham bilib ketdi. Aytdi, Germaniyada mana Gitler avtobanlar birinchi bo'lib qurdi degan afsona paydo bo'ldi. Umuman dunyoda juda ko'p shunaqangi soxta afsonalar yuradi. O'sha Goebbelsning safsatalariga ishonadiganlar hali ham bor. Bu afsonalar mana, demak, Germaniyada ham bor afsonalari, bu Britaniyaning ham afsonalari bor, Rossiyaning eskidan afsonalari hammadan ko'p. Haddan tashqari. Lekin haqiqatan ham shu gap bor, haqiqatan ham shu Germaniyaga borsa yo'llar tekis, qachon qurilgansa Gitler davriga to'g'ri keladi. Demak, Gitler qilgan ekan. O'zlashtirib oldi-da, muvaffaqiyat. Tushunarli. Aslida bu Adenauerning loyihasi. Rahmat. Shuhrat aka, tasavvur qilaylik, o'sha Gitlerdan keyin Germaniya rasmlarda ko'rilyapti. Mana xarobalar, tip-tek bo'lib prezidentlar aytmasa ham bo'ladi. Glam rejimida bombardimon, Gamburg. Mana shunday Germaniyani qabul qilib oldi Adenauer. Va uning iqtisodiy siyosati qanday edi, uning iqtisodiy modeli qanday ediki, mana shunday bir Germaniyada iqtisodiy mo'jiza qilish uchun. Juda yaxshi savol. Endi 45-yildan 49-yilgacha 4 yil mobaynida Germaniyaning butun territoriyasi shu okkupatsiya qilgan davlatlar tomonidan iroda qilindi. Okkupatsiya qo'shinlar Germaniya 4 ta zonaga bo'lingan. Sovet zonasi bo'lgan, Britaniya, AQSh zonasi, Fransiya zonasi bo'lgan. Va shu Britaniya, Fransiya va Amerika zonalari keyin birlashib Germaniya Federativ Respublikasini tashkil qildi. SSR okkupatsiya qilib olgan okkupatsiyan zona keyin Germaniya Demokratik Respublikasi degan davlatga aylandi. Bu o'sha 49-yilda o'sha g'oliblar bularga endi samoupravleniya o'z-o'zini boshqarish va yana davlat qurishga ruxsat bergandan keyin erkin saylovlar bo'ladi va mana shu erkin saylovlarda Konrad Adenauer partiyasi, hozir biz mana HDZ partiyasi haqida ko'p eshitamiz. Har kuni matbuot, jahon matbuotini kuzatuvchilar
HDS partiyasiga mana Merz lider bo'ldi, HDS partiyasi hokimiyatni oldi, HDS partiyasi kansler tayinladi deydi. Xristian demokratlar eslasa soyuz deydi, o'zbekchasiga ittifoq, xristian demokratlar ittifoqi. Shu partiyani yo'qdan bor qilgan, uni g'oyasini, konsepsiyasini urush ketayotgan payti Hitler urushyapti, Konrad Adenauer pensioner uyida, o'z 70 yoshlar atrofida nafaqa olgan natsistlardan. Ha, bu O'sha uyda umrining oxirigacha yashagan, mana Reyndorfda. bu odam Hitlerning muqarrar mag'lub bo'lishini bilgan. Albatta bunday masshtabdagi odamlar albatta shak shubhasiz 2, 3, 5, 8, 10 yildan keyin nima bo'lishini biladi. Masshtabli odamlar bular. Va bilgan va o'sha payti qilgan ishi mana shu Xristian demokratlar ittifoqining konsepsiyasini yozib, urush tugagan payti u demak o'zining tarafdorlariga shu g'oyani tatbiq qiladi. Bu g'oya avvalgi Birinchi jahon urushidagi markazchilik g'oyasi, qadriyatlari bu o'sha traditsion xristianlikka asoslangan. Endi buni dindor, klerikal partiya deyish noto'g'ri. To'g'ri, xristianlikning bir postulatlari bor. 10 ta nimasi bor uning, masalan, haligi odam o'ldirma, o'g'irlik qilma, 10 ta shunaqangi yaxshi nimalar bor. Shularning asosida haligi yaxshi inson bo'l degan g'oya, sharafli inson bo'l degan g'oya asosida mana shu 49-yili saylov bo'lgan payti Xristian demokratlar partiyasi o'zlarining asosiy opponentlari bo'lgan sotsial demokratlar partiyasidan bor yo'q 2 ta ovoz ko'p olib mana Adenauer kansler bo'lib saylangan. U tomonda ham juda qudratli shaxslar bor edi. Sotsial demokratlar partiyasi. Umuman Germaniyada 2-jahon urushidan keyin doimiy 2 ta siyosiy kuch bir-biri bilan kurashib keladi. Endi oxirgi bir 30 yillarda mana Yashillar partiyasi ham qo'shildi, lekin mana shu 70-80-yillarda kurash har doim bir tomondan Xristian demokratlar ittifoqi va yana Xristian demokratlarning yana boshqa bir partiyasi bor va bu tomonda har doim sotsial demokratlar partiyasi. Bu odamga qarshi, keyinchalik buning safdoshi Erhardga qarshi, Ludwig Erhardga qarshi bu tomonda ham Germaniya tarixida, jahon tarixida buyuk reformator deb hisoblangan boshqa shaxslar ham bor. Ularni ham e'tirof etishimiz kerak. Masalan, Willy Brandt, masshtablari bo'yicha Germaniyaning taraqqiyotiga qo'shgan hissalari bo'yicha mana shu odam bilan bir safda turadigan boshqa vakillar ham bor Germaniyada. Shunga qaramasdan Konrad Adenauer sotsial demokratlarni yengib chiqdi. Va 49-yildan boshlab o'zining shu savdoshi biz aytgan hozirgi Ludwig Erhard, bu ekonomika professori, München universitetining professori bo'lgan. Mana shu ikkalasi tandemda siz aytgan nemis mo'jizasini yaratdi va bu mo'jiza 6 yil ichida Germaniyani rivojlanishda dunyoning 5-davlatiga aylantirdi. Mana shu xarobalar 6 yildan keyin dunyoning 5-davlatiga aylandi. Bu bir aql bovar qilmaydigan, fantastik. Endi yutuqlar haqida gapiradigan bo'lsak, mana men bir professional iqtisodchi sifatida insoniyat tarixida hech qachon, insoniyatning yangi tarixida hech qachon birorta bir davlat yiliga 20% dan o'smagan. 3 yil mobaynida mana shu Gerhard nimaning Adenauer va Erhard Ludwigning shu tuzgan rejasiga ko'ra 3 yil mobaynida har yili yalpi ichki mahsulot 20% dan o'sgan. 20% dan. Mana Xitoy 2006-yildan boshlab 2013-yillargacha 14% dan o'sdi. Va bu bir aql bovar qilmaydigan fantastika deb hisoblangan. 1 yilmi 20% yetganda adashmasam. Yo'q, unaqa bo'lmagan. 1 yil 16% ga yetgan. Qaysidir bir yo'q, esimda yo'q, 16% ga, lekin asosan shu 13-14% ga o'sgan edi. Mana Adenauer davrida Germaniyada shu mana 49-50-51-yillari yalpi ichki mahsulot 20% ga o'sadi. Va 55-56-yillarda Germaniyaning iqtisodi
jahon iqtisodining 5-o'rniga ko'tariladi. Endi bu yerda bir narsani aytishimiz kerak. Ko'plar aytadigan Marshall plani bo'lgan edi. Marshall butun G'arbiy Yevropaga yordam berdi. Amerikaning puli bo'lgan edi. Mana shu argumentlarga Marshall plani asosida Germaniyaga o'sha payt ajratilgan pul bor yo'q 1 milliard 400 million tashkil qilgan. Bu hozirgi pulda, hozirgi paritet bo'yicha hisoblaydigan bo'lsak, bu bir 35-40 milliard dollar. Bugungi ekvivalenti. Bugungi ekvivalentda bu 40 milliard dollar. 40 milliard dollar hozir juda katta pul emas. Mana shu xarobalarni, boya xarobalarni mana shunday holga keltirish uchun bu 50-yillar mana. 5 yildan keyin shunday bo'lib qoldi boya xarobalar, ha. Bu 1 milliard 400 million juda kam edi. Xuddi shu pul Italiyaga berilgan, Fransiyaga berilgan. Boshqalarga ham berilgan, ha. Lekin hech qaysi davlatda, na Italiyada, na Britaniyada, na Fransiyada, na Benelux davlatlarida, na Portugaliyada, na boshqa joylarda hech qaysida 20% o'sish bo'lgani yo'q. Mana shu mo'jiza shu yerda. Lekin mo'jizaning asosi nima edi? Shu savolni qo'yishga haqqimiz bor, ha. Birinchi chiqqan ishlar nima bo'ldi? Bir oz shu haqda ham gapirishimiz kerak. U haligi iqtisodda unaqa qilib 3 marta chapak solib mo'jiza bo'ldi desa bo'lib qolmaydi. Ba'zilar aytganda Yaponiyadan o'tib ketmaysan-da, darrov. Ha, hozir bizda bir 2-3 yilda Yaponiyadan o'tib ketish mumkin emas. Endi mavzuga aloqador bo'lmasa ham bizda hozir bir O'zbekistonda bir mo'jizachilar paydo bo'libdi. Mo'jiza bo'lar ekan, Yaponiyada o'tib ketar ekanmiz. Endi mo'jiza unaqa bo'lmaydi-da. Xo'p, qarang. Mo'jiza yuz berish uchun nima qilishimiz kerak? Ha, Adenauer nima qildi? Adenauerning birinchi qilgan antimonopoliya qonunini chiqardi. Germaniya davrida hamma narsa monopollashib ketdi. Gitler davrida. Uzr, Gitler davrida. Gitler davrida hammasi monopollashib ketdi. Mana shu antimonopoliya qonunini chiqardi va bu antimonopoliya qonuni qat'iy ijrosi ta'minlandi va eng katta yutuqlaridan biri birdan liberal bozor iqtisodiyotiga sakrab o'tdi. Bunga bir aql bovar qilmaydigan hamma o'sha payti bo'ladi dabdalasi chiqadi degandi. Qilayotgan reformalar hech qayerga bormaydi buni degandi. Pul ko'payib ketdi, ha? Okkupatsion nima? Rejim u Fransiyaning hududimi, Britaniyanikimi farqi yo'q. Ular haligi hammani ish bilan ta'minlashimiz kerak va hammaga pul berishimiz kerak deb butun hammaga asosiy qiladigan ishi Reichsmarka tarqatish bo'lgan. Reichsmarka, ya'ni nemis pulini tarqatish bo'lgan. 4 yil mobaynida shunchalik ko'p pul tarqatib tashlaganki, oxir oqibat bu nima bilan tugadi? Pul ko'payib ketganligidan bitta odamning o'rta statistik nemisning 50 yillik oyligiga bitta kostyum shim beradigan bo'lgan. Bitta kiyim olish uchun 50 yil ishlash kerak. Bitta kostyum shim olish uchun 50 yil ishlash kerak bo'lgan. 50 yil. Mana biz o'tgan darsda ham bir shuni eslagan edik. O'sha payti 49-yili oylik nemislarga har kuni berilgan. Har kuni obedga yaqin hamma tashkilotlarda oylik tarqatilgan. Nemislar olayotgan oyliklar u milliardlar emas, trillionlar bilan o'lchangan. Nemislar olayotgan oylik shunday tarqatilganki, oylik tarqatilgandan keyin, obeddan keyin, tushdan keyin hammaga 2 soat shu pulni nima xarj qilish uchun nima ham bergan, vaqt ham ajratgan. Sababi agar u pul xarj qilinmasdan ertanga qolib ketadigan bo'lsa, hamma narsa 2 bora qimmatlashib ketadi. Haligi berilgan oylik yetmay qoladi. To'yib o'qatishga. Mana shu narsa, mana shu super inflyatsiya shu deyiladi, mana shu. Mana shunaqangi inflyatsiya bo'lganda, endi Ludwig, o'sha iqtisodchi Ludwig bilan Adenauerning qilgan ishi nima bo'ldi? Bular dastlab chaqiriq hukumat nomidan qaror qabul qildi. Kimki bankda pul saqlagan bo'lsa, bankdagi pullarni biz pul reformasi o'tkazyapmiz, biz uni almashtirib beramiz. Lekin ko'chadagi pullarga biz javob bermaymiz degan qaror chiqarilgan. Bu 30-yillar, ha? Endi Gitler davri ekan. Hamma haligi pul muomalasi ko'chaga chiqib ketgan, ha? Pul qolib ketib, asosiy pul ekvivalenti bu
shnaps, kofe, sigaret, konyak, kiyim-kechak, mana shunaqangi, haligi ovqat, delikates, kolbasa shunaqa bo'lib ketganda. Masalan, mana bugun kolbasa 10 million tursa, ertaga 20 million turadi. Indinga 30 million turadi. Mana shunaqangi davr, ha. Shu bozordan pulni yig'ishtirib olish kerak. Yo yig'ishtirib olish kerak, yoki uni bekor qilish kerak. Mana bekor qilish uchun Reichs markalarini Deutsch markalarga almashtirish haqida qonun chiqariladi va shu Deutsch markalarga almashtirish jarayonida Adenauer aytadiki, kim deydi pullarini agarda mana shu rasmiy moliya idoralari saqlayotgan bo'lsa, shularga biz Deutsch marka beramiz. Ko'chadagi pulni biz qabul qilmaymiz deydi. Va natijada pul massasi kamayadi. U yuzlab marotaba kamayadi. Shundan keyin erkin savdo qilish huquqi beriladi hammaga. Mana SSSRda esingizda bo'lsa ixtiyor erkin savdo qilish huquqini Gaydar hukumati 92-yil Rossiyaga bergan edi. SSSR tugagandan keyin qaror chiqdi. Xuddi shunaqa vaziyat, pul ko'payib ketgan, emissiya katta, pul qog'oz, ha? Har kuni pul 50% inflyatsiya bo'lyapti. Shunda Igor Gaydar erkin savdo qilish huquqini berdi. Sabab erkin savdo qilish huquqini bermasa, tovar yo'q. Tovar defitsit hammasi. Lekin o'sha payti bu rol o'ynadimi? Yo'q, bu rol o'ynamadi. Sababi bular pulni yig'ib olmadi-da, bu haligi ko'chadagi pulni yig'ib olish kerak edi. Adenauer esa ko'chadagi pulni yig'ib o'tirmadi. U kim bizga davlatga ishonmasa, qo'lida qolib ketsa u pul emas. Almashtirib bermaymiz, boshqacha aytganda. Va pul massasi kamaydi, yuzlab marotaba, minglab marotaba kamaydi va keyin birdaniga erkin savdo qilish huquqi berilgandan keyin hamma savdo do'konlari tovarlarga to'ldi. Chunki shu paytgacha hech qayerda do'konlarda, xususiy do'konlarda mana bo'ligi hamma narsa bozorga chiqib ketdi. O'zi do'konlar ham u paytda shu haligi mana okkupatsiya qo'l ostida boshqarilar edi, do'konlarda hech narsa yo'q edi. Hamma narsa qo'lda edi. Natijada shu bilan birga keyin mana shu o'rta mulkdorlar sinfini yaratish bo'yicha qaror qabul qilindi va mana bemalol siz o'rta mulkdor sifatida, xususiy mulkdor sifatida faoliyat yuriting degan huquq berildi. Mana shu yerda mana shu bir necha oy ichida Germaniyada o'sha haligi tovar defitsiti tovar bilan to'lishga almashtirildi. Va yana pulni topishning yana bir usuli bu Adenauer qilgan siyosat. Endi bu yerda buni Adenauer deb aytmaymiz. O'sha ekonomik professorining nimasi, g'oyasi bular mana shu kimning puli bo'ladigan bo'lsa, xalq aksiyalar chiqardi. Nomet Narodniy aksiya degan shunaqa ibora qilgan Germaniya tarixida, ya'ni davlat korxonalari, dori korxonalari bor, bular mana shu haligi temir yo'llar, ama boshqa katta-katta yirik korxonalarni aksiyasini xalq sotib olishi va keyin bu aksiyalarni yana boshqatdan sotishi mumkin. Mana shu orqali mablag' topildi, mablag'. Ular rivojlanib borayotgan mablag' topish kerak-ku. Reformalar o'tkazish uchun mablag' topish kerak. Amerika bergan 1 milliard 400 million bilan albatta bunday katta yutuqlarga erishish mumkin emasdi. Pul topish kerak edi. Pulni topishimiz kerak ekan deb pulni emissiya qilib, yana inflyatsiyani kuchaytirmasdan, balkim uni razmerini nima qildi? Qisqartirib, effektivligini oshirdi. Effektivlik uchun kurash boshlandi. Mana uning o'shaligi reformasining asosiy negizi shunda. U bir sehrgar emas. Bu bir sehrgarlik kerak emas bu yerda, ha? To'g'ri yo'naltirildi. Yo'nalish to'g'ri bo'ldi. Mana shu ikkita o'shaligi o'zining she'riga u iqtisod ministri edi. Ikkalasi mana shu boshida 50-yillarda odamlarning shaxsiy inisiativa deymiz, shaxsiy tashabbusini ochib berdi. Mana shu shaxsiy tashabbusni ochish, ha? Erkin savdo qilish huquqi va keyin shu bilan birga yana Adenauer shu Germaniyani G'arbiy Federatsiya Respublikasi deb e'lon qilingandan hamma qo'shnilari bilan eshiklarini ochib, u yerda ham erkinlik berildi. Asosi.
Demak, baribir iqtisodiy mo'jiza deb qaraladi. Demak, agar u qilgan siyosat iqtisodiy mo'jiza deb qaraydigan bo'lsak, uning sehrli tayoqchasi o'sha insonlarni, fuqarolarni, rag'batlarni to'g'ri yo'naltirishi va erkin bozor tamoyili. Mana shu iqtisodiy qayerda rivojlanish bo'lsa, qayerda tez rivojlangan bo'lsa, davlatning qilgan asosiy ishi bu odamlarga tashabbus berish bo'lgan. Hamma joyda. Mana shu ikkita narsa qilish kerak. Oilalar, odamlarga tashabbus berish kerak. Ikkinchi narsa, hamma yoqni ochib erkinlashtirish kerak. Mana shu ikkita narsa, bu bir endi bir siram emas o'zi. Oxirgi men har doim aytaman, oxirgi mana shu 30, 40, 50 yildan beri eng boyib ketgan, eng iqtisodiy yaxshi tez rivojlanayotganlar hammasi ana shu fuqarolariga erkinlik berdi, tashabbus berdi, ular mas'uliyatni o'ziga oldi. Mana davlat boshqarmasligi kerak hech narsani, va keyin chegaralarni ochdi. Mana shu qilgan ishi. Demak, bu Coca-Cola'ning retseptida maxfiy narsa emas, rivojlantirish. Yo'q. Rahmat. Shu darajada puli ko'payib ketdiki, bularni hatto Isroilga reparatsiya. Shu gapish kerak. Qiziq narsa bo'lgan. Isroilga bular o'sha holokost qilgan urush davrida. Reparatsiya beramiz, ya'ni o'sha tovon puli to'lab beramiz deb aytishdi. Bu 55-56-yili valigi urushdan 10 yil o'tmas, bu 1,5 milliard dollar. O'zi mana AQShdan Marshall planida qancha olyapti? 1 milliard 400. Bu undan ham ko'proq pulni Isroilga yahudiylarga qilgan holokost uchun to'lab bermoqchi. Yahudiylar olmaymiz deb u yoqda janjal ham qiladi. Endi yahudiy siyosatchilari o'sha janjal qilib, hatto bunga suiqasd ham bo'lgan ekan. Yo'q, ixtiyor, u yerda hammasi emas, haligi o'sha oppozitsion partiya rahbari Menachem Begin boshchiligida biz deydi, bizlar qirgan bular deydi, bularni qo'ldan biz pul olmaymiz deydi. Qonli pulida. 1,5 milliard dollar pul bermoqchi bo'lyapti. 56-yili qaror chiqardi. Ko'ngildan chiqarib. Bizning haligi bizning kechirim nimasi puli deb aytayapti. O'sha Menachem Begin oppozitsiya partiya lideri, hukumat Golda Meir pul olamiz desa, bu yo'q, olmaymiz. Sen sotqinsan, bolaga dushmandan pul olyapsan. Lekin oxir oqibat nima bilan tugadi? O'zi oldinkin? Albatta oladi. Albatta oladi. Yahudiylar olmasa qo'ymaydi. Bari oxir oqibat olishdi. Suiqasd ham bo'lgan ekan o'shanda yahudiy boyagi sionistlar mana shu nimada Bonda bunga suiqasd ham qilishadi Adenauer. O'zi Adenauerning hayoti juda ham bir 91 yoshda vafot etgan, lekin baribir umr davomida masalan juda ham sinovlardan o'tgan. Masalan 1917-yilda hali u Ko'linda birinchi burgomistrlik davrida qattiq avariya bo'lgan. Ya'ni shofyor uxlab qoladi-da. Adenauer oynadan uchib chiqib ketib, shu yuzi mana shu bashara buzilib, sidirilib ketadi. Shuning uchun ham suratlarida bir juda xunuk odam sifatida ko'rinadi, lekin bu menimcha eng go'zal nemis shu odam edi. Chunki mana hozir olingda, tomoshabinlarga ko'rsataylik, mana shu 5 yildan keyin boyagi xarobalar mana shunday bo'lib qoldi. Bor yo'g'i 5 yildan keyin. Endi mana o'zi Germaniya urushdan keyin FRGda, Germaniya Federativ Respublikasi, bu biz aytgan Britaniya, Fransiya va Amerikaning zonasi, bu federatsiya respublikasi bo'ldi, federativ respublika. Jami bir 35 millionlar atrofida xalq bo'lgan o'sha paytda Germaniyada. Ana shu 35 million xalqqa 6,5 million xonadan uy qurilgan. 6,5 million. Mana endi har 4 ta odamga bitta kvartira to'g'ri kelgan. Mana Adenauer reformalarining asosida 3 ta lokomotiv yotadi. Bu mana shu nihoyat bu endi pul reformasi o'z yo'liga lokomotiv bo'lgan. Birinchisi bu misli ko'rilmagan qurilishni boshlash va bunga pul topib berdi. Xalqning o'zidan olib, xalq yana pul topdi, mulkdorga aylantirdi. 6,5 million xonadon. Ikkinchisi avtomobil sanoatini rivojlantirdi. Bu avtomobil sanoatining rivojlanishi haligacha Germaniyaning qo'ldagi kozir karta hisoblanadi. Va keyin biz aytgan mana shu dunyodagi eng zo'r yo'llarni qurdi keyin. U urush tugagandan keyin ham bu qurilishlar davom etdi. Mana shu 3 ta kit Adenauer ekonomikasining o'shaligi biz aytgan hozirgi mo'jizasining asosini tashkil qiladi. Albatta pul reformasi bu fundamental. U usiz hech reforma qilib bo'lmas edi. Demak, mana shu Adenauer
boyagi qabul qilib olingan Germaniya shaharlari bilan mana shaharlar o'rtasida 5-6 yillik nima bor xolos, vaqt bor xolos. O'sha iqtisodiy mo'jizalarning retsepti nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, Yaponiyada ham adashmasam lokomotiv qurilish sanoati bo'lgan, Xitoyda ham shunday, to'g'rimi? Ha, endi Yaponiya ham Ikkinchi jahon urushida mavzu emas-ku, lekin juda o'xshash reformalar o'tkazish, xuddi shunday tartibda bo'lgan. Yaponlarda ham o'zlarining shu reformalar o'tkazadigan biror mavzu agar bo'ladigan bo'lsa, biz Ikkinchi jahon urushidan keyin Yaponiya qanday rivojlandi degan bir agar tomoshabinlarga shu qiziq bo'lsa, bu haqida ham gapirib beramiz. Yaponiyaniki ham juda qiziq tarixi Yaponiyaniki. Rahmat Ixtiyor aka, rahmat Shuhrat aka. Keling endi Adenauerning siyosiy portreti, u muxolifatga qanday chidagan, chunki endi Germaniya demokratik respublika, g'oyalar xilma-xilligi o'sha paytda endi demokratiya e'lon qildi baribir. Endi unga qarshi sotsial demokratlar o'zi adashmasam barcha saylovlarda o'zi bitta ikkita ovozlar bilan yutib chiqqanda bular. O'sha uning siyosiy portreti haqida shunday. Shuhrat aka, bu savol sizga edi. Ya'ni uning siyosiy portreti, muxolifat bilan munosabati, bo'lmaganda shaxs sifatida u qanday siyosatchi edi? Yaxshi savol. Endi Ikkinchi jahon urushidan keyin mana yuqorida ham ta'kidladik, umuman olganda dualistik partiya, sotsial demokratlar va mana shu Adenauer partiyasi, xristian demokratlar ittifoqi doimiy kurashib kelgan. Bugun ham kurashadi. Bugun ham kurashib kelyapti. Endi bugun siyosiy palitrada boshqa partiyalar ham bor. Yoshlar partiyasi juda katta rol o'ynayapti. U har doim uchinchi kuch. Undan tashqari mana oxirgi bir 7-8 yildan beri ADG partiyasi, o'shaligi yangi konservatorlar, Alternativ Germaniya partiyasi, bular ham ancha ko'tarilib qoldi. Endi hozir sal rang-baranglik kattaroq, lekin mana shu 70-yillar, 60-yillarni oladigan bo'lsak, asosan shu ikkita partiya bir-bilan kurashib keldi. Lekin bu kurash qanday bo'ldi? Bu kurash boshqa ko'p davlatlar bilan taqqoslaydigan bo'lsak, hatto mana qo'shni Italiya bilan taqqoslaydigan bo'lsak, ayniqsa Italiya bilan taqqoslaydigan bo'lsak, bu juda ham jentelmencha kurash edi. Umuman bu yerda biz albatta Adenauerning shaxs sifatida, uning lider sifatida o'zgalar fikriga qanchalik tolerantligi haqida aytamiz. Bu aytishga sazovor gaplar bor, lekin xuddi shu ishni, shu tolerantlikni, shu mardlikni bu tomon ham sotsial demokratlar partiyasi ham har doim rioya qilib keldi. Italiyaga o'xshab, haligi bir-birini tagiga bomba qo'yib ketib yoki haligi bir-birini zaharlash, bunaqa narsalar Germaniyada hech qachon bo'lmagan. Ikkinchi jahon urushidan keyin partiyalar bir-biri bilan jentelmencha har doim kurashgan. Bu umuman olganda insoniyat uchun, demokratiyaga intilayotgan insoniyat uchun bu bir mayoq, boshqacha qilib aytganda. Mana qarang. Adenauerni qarshi tomon, umuman oppozitsion fikrlaydigan nemislar, u odam menga yoqmaydi deydiganlar, o'ta bir liberal fikrlaydiganlar yoki o'ta o'ng fikrlaydiganlar buni 22 ming marta matbuotda karikatura qilgan. Va bu kanslerni shu 13 yillik kanslerlik davrida 22 ming marta va bu karikaturalar albatta hech kim ayalmagan bu yerda. Buni bir chiroyli qilib karikatura qilmagan. Buni chaqaloqlar og'zidan ovqat olib yeb qo'yayotganligini ham karikatura qilgan, bir qonunlar qabul qilingan, mana shu standartlashtirish bo'yicha u zaruriy qonunlar. Lekin uni ba'zi bir odamlar boshqacha talqin qiladi. Mana bu Adenauer mana shunaqa standartlar kiritib, fermerlarning bir qismini mahsulotlarini sotirmay qo'ymoqchi bo'lyapti. Chaqaloqlarni o'zlariga ovqat olib qo'yapti bular deb shunaqa haligi qonxo'r ham, zulmkor ham, chaqaloqni o'ziga ovqat olib qo'yganda ham haligi nima Germaniyada bir guruhga mana bu ijtimoiy nimalari pastroq odamlar ayollarga ishi bilan shug'ullanishga ruxsat bersa, bu fohishalikda targ'ibotchisi ham degan, o'zini fohisha ham qilib ko'rsatgan. Shunga qaramasdan 22 mingta karikaturaga Konrad Adenauerning javobi 0. Toqatli bo'lgan. O'ta toqatli bo'lgan. Mana oddiy odamdan
Shu odamlarning farqi mana shu yerda. Mana shu masshtabda. Mana shu toqatlilikda. Haligi meni nohaq men rasm chizib qo'ydi. Ha, u nohaq chizgan. Va 22 ming marta nohaq chizilgan, lekin bu odam meni nohaq chizib qo'ydi deb haligi hech kimni jazoga tortmagan. Lekin biz bu yerda shu bilan birga bu ishni Germaniyada umuman boshqa tomon ham qilmaganligini aytishimiz kerak. Buni sotsial demokratlar ham qilmadi. Ularni ham shunaqa karikatura qildi. Bu ularning siyosiy madaniy madaniyati o'zi shunaqangi. Nemislardagi siyosiy madaniyat mana shunday. O'zi natsistlar ham hech qanaqangi nima topa olmaganda, buni o'zi iqtisodiy jinoyatlarda ham ayblab, titkilab ko'rishdi. Halol, har tomonlama toza odamda. 1944-yilda xotin ikkalasini Gestapo qamoqqa oladi. Ya'ni boyagi Gitlerga suiqasdda buni ham ayblashgan. Shunda hech qanaqa aybini topisha olmadi. Bu o'sha nimalarga ham qo'shilmagan, muxoliflarga ham. Ya'ni Germaniyani kelajak, mana Shuhrat akam to'g'ri aytdilar. Erhard ham, Adenauer ham juda katta shaxslar edi. O'sha paytda kelajakdagi Germaniyani bular nimasini pishitib borayotgan edilar. Ish ustida ishlayotgan edilar. Mayda ishlar. Mayda unaqangi boyagi birovni o'ldirish, unaqa ishlar bilan shug'ullanayotgan edilar. Qo'shimcha qilib, o'sha Stauffenberg boshchiligidagi, polkovnik Stauffenberg boshchiligidagi 44-yilda Valkiriya loyihasi bo'yicha Gitlerga suiqasd uyushtiriladi. Endi Konrad Adenauer avval ham shu 34-yili Gitlerga hurmat bildirmagan edi-ku. Undan keyin bu o'sha paytdagi shu istifoga chiqqan generallar bilan muloqotda bo'lib turgan, yozishmalari bo'lgan. Shu asosda buni ham mahkamaga tortib, hatto turmush o'rtog'i bilan birga bir necha oy Gestapo hibsida bo'lgan, lekin Gestapo bunga qarshi suiqasdda ishtiroki bo'yicha hech qanaqangi faktlar topa olmagandan keyin uni chiqarib yuboradi. Shunday tarix ham bor. Bir o'g'li ham bor edi, endi Wehrmacht ofitseri, u ham baribir o'sha otasi bo'yicha arizalar yozib, baribir nima bo'lganda ham tozada. Agar aybi bo'lganda uni o'g'li ham saqlab qola olmasdi. Yana bitta jihati bor-da, masalan uchun kommunizmda bo'lganda ular ketardi-da, lekin hatto Gitler rejimida ham ayb topolmaganiga chiqarib yuboryapti. Baribir Germaniya siyosiy madaniyati. Gitler o'zini nemislarni o'ldirmagan, qatag'on qilmagan. Stalin o'zinikini ham yo'q qilgan deyishadi. Yaxshi nima eslatdingiz, Shuhrat aka. Bu bir voqea o'qigandim yaqinda. Bu Sovet ittifoqiga keladi-da. Adenauer o'sha boyagi Germaniya urush paytidagi ko'plab nemis asirlari bor, Sovet ittifoqida. Shularni olib ketishda ham Adenauerning roli katta. Shunda Kremlda o'sha Xrushchev ham o'sha kazolar, Sovet kazolari endi mehmon qilib, endi diplomatik nima o'sha hamma etiket bo'yicha endi albatta iltifot ko'rsatishayotgan paytda Molotov o'sha payt tashqi ishlar vaziri bo'lgan ekan, Sovet hali ham. Molotov ataylab chaqib oladi-da buni. Adenauer. Qanday qilib sizlar Gitlerda yovuz odamni hokimiyat tepasiga kelishiga yo'l qo'ydinglar deydi Adenauerga. Adenauer darrov javob qaytaradi. Ba'zi birovlarga o'xshab men deydi Gitlerga qo'l bermaganman deydi. Molotov rangi daran qolmaydi. Men deydi ba'zi birovlarga o'xshab Gitlerga qo'l berib so'rash, apaq-chapaq bo'lmaganman deydi. Endi Gitler demaganda bu. Yo'q, Molotov endi bir necha marta urushdan oldin Berlinga borgan, Gitler bilan muzokaralar Ribbentrop pakti, Endi yana bir marta mana shu bir esimga tushib qoldi. Shuni ham tomoshabinlarga eslatib qo'yishimiz kerak. Agar shu gapni aytmasak, sal ko'rsatuvimiz nima deydi, bir kamtik bo'lib qoladi Adenauer haqida. Endi bu yerda mana shu Germaniyaning G'arbiy Yevropa va Yevroittifoqni birlashtirish bo'yicha roli ham bor. Va bu rol aynan Konrad Adenauerning roli. Mana shu Polat 1951-yili Polat va ko'mir tashkilotining mana shu 6 ta davlat tomonidan tuzilishi va dastlabki tariflarni belgilab olish, bojxona tariflarini kelishgan holda belgilab olish va ana shu Polat va ko'mir tresti oxir oqibat Yevroittifoqning paydo bo'lishiga turtki bo'ldi va uning avtori ham Konrad Adenauer edi. Rahmat. Endi bugungi Germaniyaga qaraydigan bo'lsak, mana monitorda ham ko'rinadi. Deyarli o'zgarmagan Konradlardagi Germaniya. Yangi binolar bor, endi aslida o'sha davrdagi binolar saqlab qolingan baribir. Germaniya o'zining madaniyati, tarixini saqlaydi.
Ya Germaniyada ham juda ko'p yangi uylar har bir shaharlarda bor. Endi baribir Endi lekin Tarix saqlab qo'ygan. tarixini saqlaydi albatta, madaniyatini, tarixini. men mavzuni boshqa narsaga burmoqchiman, ya'ni o'sha siyosiy madaniyat saqlab qolingan. Baribir Konrad Adenauer o'rnatib bergan yoki yasab berib ketgan Germaniyadagi siyosiy madaniyat shakllanib qolgan. Bugungi Germaniyada uning, demak, Shuhrat aka bu sizga atalgan savol, ya'ni bugungi Germaniyada Konrad Adenauer merosi qanday, unga munosabat qanday? Nemis xalqi o'zining tarixiga juda va juda nimasi munosabati endi yaxshi deyish bu kam a'lo. Ularda obyektiv qaraladi. Shu o'rinda men bir narsani aytmoqchiman-da. Ixtiyor. Mana siz tarixchisiz, yaqinda bizda bir boshqa tarixchi, o'zimiz biladigan mana tarixchilar bir diskussiya qildi, Bobur va Shayboniyxon bo'yicha. Men endi bir havaskor tarixchiman. Men mana shu Yevropa tarixini endi o'zim havaskor deyapman-ku, lekin aynan Yevropa tarixini men professional o'rganib o'qiganman. Yevropa tarixini-da. Mana shu Shayboniy va Bobur bir diskussiyasi bo'ldi. Endi qarang, mana Germaniyada shu muqaddas Rim ittifoqi davri salkam 1000 yil davom etgan, oxirgi nuqtani Bonapart Napoleon 1806-yilda qo'yib tarqatib yubordi muqaddas Rim nimasini, ittifoqini. Boshqacha aytganda bir federatsiya. Hamma Yevropada 30 ta 40 ta qirollik bor, lekin rasman hammasi shu Rimdan borib yorilib oladi. Va u shu muqaddas Rim ittifoqi deb nomlangan. Mana shu Germaniyaning o'zida har doim salkam bir 1000 yil davomida bir 30 ta 40 ta ayrim paytlar bir 50 tacha davlatlar bo'lgan. Knyazliklar, mayda gersliklar, davlatlar bo'lganda, endi ularning hammasining o'zining qirollari, o'zining sulolalari bor. Ular yuzlab. Lekin nemislar hammasi, ularning hammasi bizniki deydi. Hammasi bizniki, nemislarniki deydi. Biz esa Shayboniy bilan Boburni bo'lib o'tiribmiz. Bizniki deb ayta olmaymiz. Qaysi biri bizniki deyman? Qaysi biri bizniki deb o'tiribmiz. Sharmandagarchilik emasmi bu o'zbek tarixchilari uchun? U ham bu ham bizniki-ku, Bobur ham bizniki, Shayboniy ham bizniki. Fransiyada ham masalan mana Napoleonga haykal turibdi, lekin Napoleon kallasini olgan Burbonlarga ham haykallar turibdi-ku. Dinastiyaga ham haykallar turibdi-ku. Endi tarixni borligicha qabul qilib, borligicha tushunishimiz kerak. Ideologiyalarga, bunaqangi klishelarga berilmasdan turib. Mana shu yerda mana shu hurmatli tarixchilarga murojaatda endi mana shu oq va qora bo'lmaydi tarix. Tarix bu tarix, u rang-barang. Qanday bo'lgan bo'lsa shunday qabul qilishimiz kerak. Rahmat, endi savolga to'xtalsak, ya'ni bugungi Germaniyada Konrad Adenauerning siyosiy merosi, unga bo'lgan munosabat qanday? Ya'ni bu savol bor edi, xulosa o'rnida. Ya'ni bugungi Germaniya qanday qabul qiladi Konrad Adenauerni? Ya'ni nemislarning onasi bor, Merkel, balkim otasidir, ha? Menimcha Germaniya xalqi yangi Germaniyaning bu asoschisi desa ham bo'ladi bemalol. Albatta unga juda ham hurmat e'tiborda haligacha Adenauerni yuksak nimalar bilan e'tirof etadilar. Bemalol men Bismarck, hatto Bismarckdan ham ulug'roq deyish mumkin, masalan, Adenauer qilgan ishlarini. Shak shubhasiz. Shak shubhasiz, to'g'ri? Shak shubhasiz. Mana o'z Adenauerning bitta gapi bo'lgan. Men olmon, men yevropalik va men nasroniyman, ya'ni xudojo'yman. Qarang. 3 ta nimasini aytyapti. Men yevropalik va olmon va nasron. Aynan shu yevropaliklikka urg'u berganligi bizning shu yuqoridagi Adenauerni Yevroittifoqining demak otalaridan biri deyishga asos bo'ladi. Rahmat. Menimcha ko'rsatuvni shu yerda yakunlasak bo'ladi. Asosiy narsa o'sha aslida Adenauerning shaxsiyati va u qilgan iqtisodiy siyosatning mantig'i bo'lish kerak edi. Bu masala yoritildi yetarlicha. Menimcha tushunarli bo'ldi mavzu tomoshabinlarimiz uchun. Bizni oxirigacha kuzatganingiz uchun hammaga rahmat. Video yoqmasa like bosing, izohlarda fikrlaringizni yozib qoldirishingiz mumkin va albatta bizga obuna bo'lishni unutmang. Hammaga rahmat. Salomat bo'linglar. Sizga rahmat. Rahmat. Rahmat.